Ayol kishi 4 narsani istese jannatning 8 esigi ochiladi. Soning eng birinchisi Allohga sherik qo'shmasa. Soning eng birisi Allohga sherik qo'shmasa. Namozni o'qiydigan bo'lsa. Namozni o'qiydigan bo'lsa. Kuyovining to'shagini birovda o'tirgizmasa. Uchinchisi. Kuyovining to'shagini birovda o'tirgizmasa, bu degani kuyov yo'q qiz hech kimni kirgizmaydi. Kuyov yo'q bo'ladigansa, o hech kimni kirgizmaydi o. Birinchisi ne ekan? Allohga sherik qo'shmoq. Ikkinchisi namozi butun bo'luv. Uchinchisi kuyovining to'shagini boshqani kirgizmay. To'rtinchisi kuyovni hurmat qilib. O'sha 4 amalda istesing dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Sana jannatning 8 esigi ochiladi dedi. Endi hozir qarangiz, bizdagi tushunmovchilikning sonchalig'i ayolingni qizg'anasinmi deydi. Qizg'anamizmi? Qizg'anamizmi biz? Shunimi qizg'anamizmi? Biz musulmonmiz, biz qizg'anamiz biz. Hayvon qizg'anadi, hayvon, hayvon qizg'anadi, hayvon. Biz odamzodmiz qo'y biz. Biroq shayton layin qarangiz, shu darajada sonday suratga kirdi-da, meni Yevropa qizg'anmay chatir qo'y. Tirsalangiz bemalol biletib o'tir qo'y. Meni shayton layin qalay olib keldi? Kim aytadi mening atalarim ashalarimni qizg'anmagan deb. Shayton la'inning sonday mixtilig'ini qarangiz. Bizning tubimizga yetib o'tirdi. Mana o'sning orqasidan qancha ayol jesir, bola yetim bo'lib o'tir. Kecha bir ayol kelib menga qattiq jiladi. O'zi nemis ayol ekan. Islomni qabuldagan. Qozoqqa kuyovga teggan. Shunda 5 vaqt namoz o'qiydi ekan. Chaqsa 70 dan oshib qolgan. Balam uylendi. Balam namoz o'qiydi dedi. Biroq kelinim o'ta bir nashar chiqdi. Balam borib og'alarini aytdi. Akasini aytdi. Hech kim tinglagan yo'q. Sondan balama xiyonat qildi. Axir balam o'ltirib qo'ydi. Sodan balam qamalib ketdi. Jilab o'tirdi, ana beshara. Men biroq aytdim sonda. Siz jilamangiz dedim. Siz sonda ar namusli balani tug'ganingizga jilamangiz. Siz jilamangiz, boshingizni ko'taringiz, siz jilamangiz. Siz sonda ar namusli uyatli balani dunyoga kelin jilamangiz onu. Qalaysa sening ayeling birovmen to'shakdes bo'lib jatsa, sagan birov xiyonat qilib jatsa, bemalol og'zining sag'zingda o'pirib o'tirsang. Allah saqlasin. Men aytdim siz balangizga duo qilingіз, Allohdan so'rangіз. Balangizning ulkan qat'iligi onu o'ltirgani. Sebebi biz ol islom shariatida o'ltiruv haq, biroq biz islom mamlakati emasmiz. Bu mana Pokistonda, Afg'onistonda, Eronda o'ltirib atar. O butun internet ko'rsatib atar. Biroq balangizda iymon bor ekan. Onu javobini berib kerak edi. O men turuv kerak emas edi. Ol o'ltiruv mana bizning Qozog'istonning zаңы menen o'ta ulkan qilmish bo'lgan. O'ta ulkan qilmish bo'lgan. Sonda bo'lganini bilgandan keyin sразу ne qilib kerak? Ajrasib bituv kerak edi. So'shin bu shayton layin qarangiz, bizning ayollerimizga kirdi. Erkaklerimizga kirdi. Ulkanlarimizga kirdi. Kichkentaylarimizga kirib o'tir. Bu shaytondan saqlanish uchun A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deb turib, her daim Allah'dan qo'rg'on tilib yurishimiz kerak. Her daim Allah'tan qo'rg'on tilib yurishimiz kerak. Allohim kunamda kechirgin. Mana shaytonning vasvasasidan, shaytonga qul bo'lib qoladigan o'zing saqlagin deb her daim duo tilakda bo'lishimiz kerak. Sebebi shayton ol uxtamaydi, biz uxtaymiz. Biz şarşaymiz, shayton sharşamaydi. Biz zerigemiz. Shayton zerikmaydi. Biz haqiqatni ko'rib turib
O men jürmeymiz.